Ko'pchilikni ta'til yetkazib pishganda ishib ketib bir tekisda chiqmaydi. Shu muammoni yechimi tariqasida shu videoni tayyorladim. Imkoni boricha sifatli bo'lgan sariyog'dan foydalanishinglarni maslahat beraman. Sariyog'imiz va sahrning pudramizni ko'pirtirib yubormagan holatda yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxum solamiz va yana yaxshilab aralashtiramiz. Qolgan qismini qo'l yordamida xamir holatiga keltiramiz. Tayyor bo'lgan xamirlarimizni pergament orasiga o'qloq yordamida kvadrat yoki to'rtburchak qilib yaxshilab yoyib olamiz. Bu retseptimizning yana bitta yutuq tomoni bor. Raskatka apparatda yoki qo'lda ham yoysangiz bo'ladi. Universalniy xamir tayyorlaganmiz va aformayalar uchun sapli tayyorlasangiz ham bo'ladi bu retseptdan. Xamirimizni yoyib olganimizdan keyin yaxshilab muzlatamiz va shunaqa maxsus tartletga qoliplariga videoda ko'rsatilgan shaklda ishlov berib pishirib olamiz. Imkon qadar yupqaroq yoysangiz juda ham ideal holatda pishib chiqadi. Tartletkamiz necha gradus va necha daqiqada pishganini opsionalda to'liq holatda yozib qoldiramiz. Ustiga yaltillash uchun tuxum va qaymoqli massani suramiz. Ushbu retseptdan foydalanib ideal tartlet